Raqamli texnologiyalar jadal rivojlanib borayotgan hozirgi davrda ta'lim sohasida ham zamonaviy yechimlar joriy etilmoqda. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi va Toshkent shahar hokimligi bilan hamkorlikda raqamli maktab platformasi ishlab chiqildi. Mazkur platforma davomat, darsning o'z vaqtida boshlanganligi, darsni fan o'qituvchisining o'zi o'tayotganligi, mashg'ulotlarning sifati, o'quvchilarning darsdagi intizomini nazorat qilishga mo'ljallangan. Tizimning yana bir muhim jihati shundaki, u dars vaqtida maktab hududidan chiqib ketayotgan o'quvchilar haqida maktab ma'muriyati va ota-onalarga tezkor xabar berish imkoniyatini taqdim etadi. Shuningdek, tizimning mobil ilovasi ham ishlab chiqilgan bo'lib, ilova yordamida maktab ma'muriyati va ota-onalar o'quvchilarning har bir harakatini real vaqt rejimida kuzatib borishlari mumkin. Bu esa ota-onalarga farzandlari xavfsizligi haqida doimiy xabardor bo'lish imkonini beradi. Platformadagi menyular foydalanuvchilarga qulay va sodda tarzda yaratilgan. Bosh sahifa menyusida jami maktablar, o'quvchilar, mas'ullar, o'qituvchilar, sinflar va inspektorsiz maktablarning ko'rsatkichlari infografika ko'rinishida namoyon bo'ladi. Davomat menyusi yordamida mas'ullarga biriktirilgan maktablardagi o'quvchilarning davomatlarini ko'rish imkoniyati mavjud. Surunkali dars qoldiruvchilar menyusida o'quvchilar bilan tushuntirish ishlari olib borish va dalolatnomalar tuzish imkoniyatlari o'rin olgan. Xavf guruhi menyusida tarbiyasi og'ir o'quvchilar ro'yxati va dalolatnoma avtomatik shakllanadi. Tarbiyaviy profilaktik ishlar menyusi yordamida olib borilgan profilaktik ishlar to'g'risidagi barcha ma'lumotlar o'rin olgan. Ogohlantirish xatlari menyusida xatlar kimlarga yuborilgani haqidagi to'liq ma'lumotlar ko'rinish beradi. Ma'muriy bayonnomalar menyusida mas'ullar tomonidan tuzilgan bayonnomalar ro'yxati va kim tomonidan imzolangani aks etadi. Aniqlangan va sodir bo'lgan holatlar menyularida mas'ullar tomonidan kiritilgan holatlar bo'yicha dalolatnomalar avtomatik shakllanadi. Murojaatlar menyusi yordamida biriktirilgan inspektor psixolog tegishli davlat organlari va mas'ullarga murojaatlar yuborish imkoniyati yaratilgan. Tadbir va chiqishlar menyusi orqali tadbirlar va ommaviy axborot vositalaridagi chiqishlar hamda foto va video hisobotlarni biriktirish imkoniyati mavjud. Raqamli maktab platformasiga sun'iy intellekt tizimi yordamida ishlaydigan kuzatuv kameralari joriy qilingan bo'lib, u ta'lim sifati va o'quvchilarning intizomini nazorat qilish jarayonlarini avtomatlashtiradi. Mazkur tizim maktablardagi davomat va bilib olish jarayonlarini samarali boshqarishga xizmat qiladi. Bu esa o'z navbatida mamlakatda ta'lim sifati va samaradorligini yangi bosqichga olib chiqadi.